ahvol qoniqarli emas. O'zbek tiliga haligacha to'liq o'tilmagan. Buyruq kelgan. Nega haligacha ijrosi to'liq ta'minlanmagan? Qaysi prikaz? Prikaz emas, buyruq bo'ladi. Shunda chist o'zbekcha gapirishimiz kerakmi? Chist emas, toza o'zbek tilida gapirishimiz kerak. Nima uchun buyruq ijrosi hali ham kechikmoqda? Buyruq в процессе. Protsessi emas, jarayonda bo'ladi. Shunda men vinovatmanmi? Ha, vinovatsan, aybdorsan. O'z tilingni aytgan aybdorsan. O'zi hozir hamma unutgan eskicha gapirishni. O'z tilingni gapirish seningcha eskicha gapirishmi? Bo'ldi, uspakoyitsa qilinglar. Uspakoyitsa emas, tinchlaninglar bo'ladi. Ha, shu drujniy bo'linglar. Drujniy emas, do'stona bo'ladi. Xo'sh, qisqasi. Nima qilamiz til bo'yicha? Turli chora-tadbirlar qilaylik. Anjumanlar uyushtiraylik. Бесполезно baribir. Foydasi bor. Договорились тогда. Tilimizni boyitmoqchimizmi? Avval o'zimizda sof va go'zal o'zbek tilida so'zlashishga harakat qilaylik. Bu haqiqiy o'zgarishning boshlanishidir.